Diqqat qiling, aholi uchun tezkor xabar. O'zgidromet kutilayotgan 7-yanvar kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Oldinda sovuq kunlar boshlanadimi? Fuqarolar xabardor bo'ling, safar yoki ish rejalaringiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, 7-yanvar kuni respublika hududlarida ob-havo asosan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida kechasi ob-havo harorati 3-8 darajada sovuq, kunduzlari esa 3-8 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kechasi 0.5 darajada sovuq, kunduzlari 5-10 darajada iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida kechasi 0.5 darajada sovuq, kunduzlari 5-10 darajada iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kechasi 2-3 darajada iliq, kunduzlari 8-13 darajada iliq bo'ladi. Andijon, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida kechasi 0.5 darajada sovuq, kunduzlari 2-7 darajada iliq bo'ladi. Respublika tog'li hududlarida kechasi 5-10 darajada sovuq, kunduzlari 0.5 darajada sovuq bo'ladi. Fuqarolardan ob-havo sharoitini inobatga olib, ayniqsa ertalabki sovuq va tuman vaqtida ehtiyot choralarini amal qilish so'raladi. Kanalimizga obuna bo'ling, albatta videomizga like bosishni unutmang.